Assalamu alaykum, ekran oldidagi aziz ko'rurmanlar. Sizlar uchun xizmat qilishni o'zimizning baxti, ta'liyi, xushallig'i deb bilib kelayotgan sirdosh do'stingizlar Xadija Uyg'urdan hammangizlarga mehr muhabbatlik salom. UNTV'ning Uyg'urcha universal kanali orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan to'liq xushalman. İstanbul'da 9. ayının 13. gündən başlap 10. ayının 4. günügacha futbol musobaqasi o'tkazildi. Bu musobaqani o'zlari tashkillangan 11 komanda ilib bordi. Biz shu komandalarning komanda tashkillovchilari va a'zolaridan bugun tanlangan azimatlar bilan suhbatlashaylik deb suhbatimizni taklif qildik. Qani suhbatimizga xush keldingizlar. Bu komandalarning ismi bir-biridan yaqinliq, bir-biridan illiq. Anıyurt komandası, İpek Yolu komandası, Dolan komandası, İli Meşribi, Kökböre, Tehlimakan qatarlıq 11 komanda. Hər qatar bu komandaların ismini anlaganda bir xil özlük və kimlik duygusunu his qılmız. Aldı bilan biz bu qıtımlıq musabaqını təşkilləşki məsul bolğan Abubakir Ediqut əfəndimni sözgə təklif qılaylı. Assalamu alaykum. Ekran oldidagi hurmatli qarindoshlar, futbolxumar yoshlar. Bu qatimliq Uyg'urim lo'nqisi nomida bir futbol musobaqasi o'tkazildi bu İstanbulda. Bu qatimliq bu musobaqa bizning bilishimizcha shu chet elda o'tkazilgan musobaqalarning ichidagi ko'lami bir qadar cho'ng, saviyasi bir qadar yuqori, nihoyat keskin raqobatga to'lgan bir qatimliq musobaqa bo'ldi. Bu musobaqaga jami 11 komanda qatnashgan bo'lib, bular guruh shaklida o'ynab, oxirida 4 komanda yermal qo'lg'ish va hal qo'lg'ishlar orqali Anıyurt komandasi birinchilikka, İli Meşrep komandasi ikkinchilikka, İpek Yolu komandasi uchinchilikka, Dolan komandasi to'rtinchilikka erishdi. Bu musobaqaning tashkillanishidan tortib oxirgichilik hamma ishlar nihoyat g'alabalik nihoyat bizning kutganimizdanmi bakrak yaxshi obdan bo'ldi deb o'ylayman. Bu jamiyatdan kelgan shu futbolxumar qarindoshlarningki bergan inkoslarimiz shundoq yaxshi bo'ldi degan gaplar bo'ldi. Biz bu qatim shu musobaqani ro'yobga chiqarish uchun kuchigan bir turkum yoshlar o'z yenidan xarajatlarini chiqarib shu musobaqa uchun o'zininki vaqtini, melini ajratgan bir necha yosh qarindoshlarimiz bor. Bu qatim qilmish musobaqaga komandalarini tayyor qilib, musobaqa raqobatiga kelgan har bir kapitan va ularning a'zolariga, uningdan boshqa shu musobaqaniki adil va keskin bo'lishiga kuch chiqargan reperlarga, uningdan boshqa naq maydonga kelib o'z yoqtirgan futbol komandalari topchilarga madad bergan mastanlarimizga nihoyat ko'p rahmatim bor. Hammanglarga rahmat. İstanbul'daki futbol süyer azimatlar o'zlari tashkillab bu komandalarni qurgan. Bu komandalarning ichida hozir bir qancha komanda qurg'uvchilar bor. Shulardan biri İpek Yolu komandasininki qurg'uvchisi Xudoyorxondan nima uchun bu komandani qurib qoldi? Bolalarning qizg'inligi qandoq degandek masalani bilib baqsaq bo'lamdi. İnşallah. Aziz ko'rmanlar, aziz qarindoshlarimiz, men İpek Yolu futbol komandasini shu koronavirusdan keyin Turkiyada, ya'ni İstanbulda yasoq kunlari tugab, bütün adamlar biroz tilovlarga chiqib, havodek bo'lgan vaqtlarda ma'limizdagi o'zimiz yaqin bo'lishgan, shaxsan mening inim topni yaxshi o'ynaydi, ham o'zi yaxshi ko'rdi. Bu sababdan uzun mezgilli korona sababdagi yetib ketdi qo'ylarda. Asta-asta mahalda mashqlarni boshlagan bo'ldik. Undan keyin shu mahallimizning atrofida futbol maydon botdi. Qarindoshlarimiz bilan ancha-muncha do'stlik musobaqasi o'ynagan bo'ldik. Shu sababdan qarsak İstanbulda yana boshqa nurg'unlagan yaxshi o'ynaydigan topchilar, yaxshi o'ynaydigan komandalar bor ekan. Buni anlagandan keyin bir maslahati kelib, yoshlarning texmo bir tantarbiyaga yo'lanish uchun qo'limizdan kelgan bir ish qilaylik deb bir musobaqa uyushtirishga harakat qilgan bo'ldik. Allohning rahmati bilan bu ishlar yaxshi mangdi. Keyin bizningki burundan tortib Turkiyada musobaqalarga mas'ul bo'lib uyushtirib yurgan akamiz
Abbakir hacım özü bir kolluk yönetti bu işlerini Allah'ın rahmetiyle. Elhamdülillah biz mi boş gelmeyi üçüncülükünü aldık. Bu kadar. Menimce o meydanda ilk boş gelme üçüncülükünü aldık dediniz. Boş gelme üçüncülükünü aldık degan gap bilan o'zingizning bundaq nim ko'rishingizni hech qanday zaruriyat yo'q. Men eng oxirgi kunda natija e'lon qilingan kuni musobaqa berib qatnashdim-ku. Uchinchilikni olib qolsaqmi deb bu yerda ninchilikni deb ruhini so'ndirishning yoki o'zini musobaqada natija qozonolmagandek bir hissiyati bo'lishining hech zaruriyati yo'q. Men shunday qarayman. Chunki birinchi bo'lganmi bizning Uyg'urimiz qarang. İkinci bo'lganmi Uyg'urimiz, uchinchi bo'lganmi Uyg'urimiz. Hammasi bizning Uyg'ur. Bu yerda ninchilik emas, bizningki. Men shaxsan shu kuni sizlarning ro'yinglardan shuni his qildimki, bir xil ittifoqlik. Qandaq deganda, men shu kuni musobaqada borgu, oldimda ikkisi topni talishib, birsining puti tegib ketdi ikki komandadagi. Tegib ketganki, birisi dedi, "Hey, bir yering pek tegib ketmaganda o'g'irmaganda" deb shunday bir xil oningga top tepish jarayonida tegib ketdimikin deb, ashinchilik Mehrim abi yetkizdi. Şu an dedim, sizlar iyada musobaqalashquchi ikki taraf emas, balki bizda bir gap bor, do'stlik birinchi, musobaqa ikkinchi deb. Sizlar shu yerda bir xil mehr muhabbatda do'stlikni ilgari surish uchun o'ynagan ekan. Bu yerda ikkinchi bo'lamsa, uchinchi bo'lamsa, birinchi bo'lamsa, bu muhim masala emas. Bu yerdagi muhim masala sening shijoat qilib, shunday bir komandani qurib o'tirg'i chiqib, top tepimiz deb o'tirg'i chiqalığınla eng yuksak bir madiyalashga tegishli ruh. Öz natija demek. Ha, shuni öz natija. Ashinchilik, mesela qaranglar, bir komandada qancha odam bor? 12. 12 adam deyli. 11 komandada 130 necha odam bor degan gap. Demak, mush İstanbulda 130 necha futbol havaskori bir yerga keladi. Bu shunda cho'ng natija. Shundaymi? Bugun suhbatimiz kelganlar ichida qaysi komandaning qurg'uvchilari bor? Dolan komandasınınki. Dolan komandasının qurg'uvchisi sizmi? Ha, Xolid ibn Valid Dolan komandasının qurg'uvchisi. Endi sizning buni komandani qurish jarayonidagi o'y fikrlaringizni anglab boqaylik. Endi bu musobaqadagi eng komandaning birisi bizning komanda 2017-yili qurilgan. Do'stlarimiz bilan Shayxonda o'tirib top o'ynasak bo'ldi, musobaqa qilsak bo'ldi, ham o'zimiz paranglashib qurgan komanda bu yosh bolalar biz 20 yosh, 21 yosh. Shu tunji yoshda qatnashdik. Şunun hikayesi 3 yılgacha balla rahmetullah'ım keppa deyemisi. To'liq bildinim qilib o'ynab kelyapmiz endi. O'zbekiston davomlashtirib kelyapsizlar. Ha, osh kuni top maydonida Xolid tepa, Xolid ish qilib sizning ismingizni Bekjaqda oldi dedi. Esimda qilib qolibdi meni. Bugun yana kim bor komanda qurg'uvchilardan? Boshqa komandalarning a'zolari bormi? Boshqalar yo'q. Boshqalar yo'q. Ha, ishkinlar bor. Unda qilsa İlyas sizin hemisi Munevver Varta deydiken, şu Vartalık jarayonidagi es tuyg'ularınızı bir deb bersangiz bizim bir o'rtaqlash baqayli. Varta bo'lib qolam to'xtaq. Buningda mening shaxsiy bir nimam yo'q. Hammasi bizningki beklerimiz olsun, aldı hücumchilarimiz olsun, komandadagi 12 a'zo hammasininki bir o'rtaq kuch chiqargandan olgan natijamiz. Şu munosabat bilan o'zingizning komandangizga bog'liq sizga maslahat bergan, menga maslahat bergan bizning beklerimiz, aldı hücumchilarimizga, komanda a'zolarimizga rahmatimni bildiraman. Lo'nqini bergan men menga da'vat bergan. Yani şu kundagi musobaqadagi hissiyotimni desam, Yusuf ura degandek shunda jiq Yusuf to'g'riliq ismini jiq angladim menchi. Undan keyin so'rasam, Yusuf Munevver hücumchi unvoniga erishibdi. Unda bo'lsa Yusuf sizningki qandaqlarcha mush unvoniga erishib qoldingiz? Shuni bilsak bo'lamdi. Sizga rahmat eda bizni chaqardingiz. Mushunchalik keldik hamdi. Shu bu yil aqllarimdan, tog'larimdan o'zlarini o'tkazgan shu musobaqa jarayonida shu men bu Munevver topchi bo'ldim. Allohning izni bilan. Shu komandadagi akıllarımga, hücumchilarga, bütün a'zolarga ko'p rahmat aytaman. Sizningki ma İstanbulga kelmasda burundali futbolga havisingiz bormi? Baba kichiklikdan beri shu dadamdan qolgan shu havasmi? Akamdan meni hammamizdan. Asli sizlarning mesela abim akam dediniz, nevraqalaringiz dediniz. Demek sizlarning bir avlod, urug' tuqqanlarning ichida futbolga bir alayda havas bor ekanda, shundaymi? Bütün aile
Cəmiyyətinizdə. Futbol həvəskarları, yaxşı bir cəmiyyətin əzası ekansiz. Bu qatımqı Uyğurum lonqısıga qatnaşqan mayırlarning ichida eng cho'ngining yaşı 46, eng kichigining yaşı 14 yoshlik. Bu 14 yoshlik, 15, 16 yoshlik, 17 yoshlik bolalardan tashkillangan komandadan cho'ng kichik bo'lib 11 bor. Bularniki ba'zilariniki o'sha 16-17 yoshlik bolalardan ham tashkillangan o'zi yashi kichik bo'lsa-mu g'ayratdan cho'ng bir azmatlar bor bularning ichida. Bu qatimqi musobaqamizniki Munavvar hujumchi, ya'ni mushu 6 maydon, 7 maydon musobaqada eng ko'p top urgan bu Yusuf Asqar. Bu qatim musobaqada eng ko'p top urdi, lekin yashi eng kichik mayırlarning bir 16 yosh kirgan bola bu. Bo'yi yuqorisi undaq ekan. O'zi kichik bo'lgan bilan g'ayrati cho'ng. Bu qatimqi musobaqalarda hech qanday cho'nglarga yo'l bermay mush qatimliq Munavvar hujumchilik mukofotini oldi. Yusuf bu inimiz bizning Uyg'ur futbolchiligiga mush 80-yillardan tatib töhfə qoşuyotgan Ürümçidagi Asqar akamiz, ya'ni Asqar Jadimi deb qo'yamiz. Qapmaydigansa? Jadi degan gap uni kamsitgan nima emas, bir Yusuf Saqal degan gaplarmi, bunda ashlarniki ismida qolib ketgan, ismida qolib ketgan bir laqam bo'lamdi. Uyg'ur futbolchiligiga 80-yildan tatib töhfə qoşuyotgan Asqar akamniki o'g'li bu. Bu Dadistan qolgan mushu futbolga bo'lgan erismanlik, o'zidagi tabiiy talant, anadagi tirishchanlik qatorliq omillarni o'ziga jug'lab bu qatimqi musobaqaniki Munavvar hujumchisi bo'ldi. Yana bir askartib qo'ydiganim o'tgan yili 16 yoshdan tuvanlarning musobaqasidimi 6 maydon musobaqada 23 top urib, o'tgan yilqi 16 yoshdan tuvanlarning musobaqasidimi Munavvar hujumchi bo'lgan bu yil cho'nglar bilan o'ynab, yana bu musobaqada Munavvar hujumchi bo'lib, hammalarniki olqishiga sazovor bo'ldi. Bu mening o'g'lim Abdurahmon bu qatimqi musobaqadagi yashi eng kichik mayır 14 yosh kirdi. Buniki hamda mening ta'sirimdan bo'lsin, o'zining qiziqishidan bo'lsin, futbolga nihoyatda havaskor, herisman. Bu shu Istanbuldagi Aroğul Spor deydigan yerda o'zi top o'ynaydi. Undan boshqa chiniqadigan ishlarning hammasiga nihoyat qiziqdi. Yusufninki bir aksi mana bu yerdagi bu Ipak yo'li komandasining qo'rg'uvchisi, kapitani Xudoyorxon. Bu ikkisi Akfuka bularning jamiyati bayam deganimdek mush Uyg'ur futbolchiligiga buning dadisi Asqar akamjiq töhfə qo'shgan bu enimizmi hozir mushu chet elda Uyg'ur futbolchiligi uchun o'zining bir kishilik hissini qo'shib kelyapti. Allah razı olsun. Abdurahman, siz bugungi suhbatimizdagi bu qitimliq Uyg'urlar o'tkazgan musobaqaning ichidagi eng kichik mohir ekansiz. Mush qitimdagi Uyg'urlarning musobaqasidagi 14 yoshli eng kichik o'yinchiman bo'ldim, topchiman bo'ldim. İnşallah ile yaxshiroq o'ynab, yaxshiroq natijalarni erishman inshaalloh. Şuna tirishib ko'rsatasiz. Yaxshi, azmat, yigit. Shu tarbiyalab cho'ng qilgan buma rahmat. Mushta o'ynagan, musobaqa o'ynagan akalarimdan yaxshiroq tajribalarni, narsalarni o'rgandim. Yaxshi, Ularga rahmat. Sizga rahmat, mush ishingizda, mush akalaringizdan birga o'zingiz bo'lgan ishonch bilan futbol o'ynabsiz, ham Turkiyaning futbol komandalari qatnashibsiz. Bundan keyin tixim bek tirishib natijalarni biz Uyg'ur millatiga shon sharaf sifatida natijalarni keltirgaysiz. Amin devatmam to'q. Allohu akbar. Yasin o'qiyotgan deymiz. Buna bugünkü söhbətimizin içində ən munavvar müdafiəçi Fərhad mı oturubdu? Siz həm top oynabsınız, həm müşqatımlıq müsabaqanın ötküzülüşüdə belgilik özünüzün rolunu cari qıldırıbsınız. Muş jarayandakı xizmətlərinizni anlatsaq bulamdı. Ben Dolan komandasının mahiri, bek oynayım normalde. Onun üzerine vətənli komandalarında hücumcu oynaydım. Komandada bek oynab berdim. Ondan başqa hamda shu Uyg'ur futbol lonqisini tanlashni tashkillagan. Birsi hamda bir og'ilam bilan birga tashkillagan deyishib. Bu musobaqa 29 maydon o'ynaldi. 29 maydonning boshidagi 27 maydonni hamda boshqa Safaga o'tkazdik. Keyingi yarim maydonni, Alquluq maydonni Küçükçekmece yerda sayılan yerda ise
Tamaşalar kerak olsun dep hem görünmelerni jip bolgan eken. Uyg'urlar narsadan futbol söýerli jip bolgan eken. Şularning käsärni, şularning qo'llashiga erişildi. Kant kölemle qildi dep. Şu ýerge orlaşdyrdyk. Bu ýerde şu meýdana bu 700 lira ketdi. Onu aldyrky meýdanyň 5300 olsa şu 6 keýnip şu 6700 bopdy. Meýdan pulu ketdi. O meýdan pulunu biz maç komandalarny jygyp 11 komanda jygydyk emesmi? Başta ilan bergen 11 komanda çykdy. Şu 11 komandanyň kapitallary ýani komanda başlyklaryny jygyp bir ýerge musabaqa orlaşdyrdyk. Bunu aýlanyp kılamdyk ýa-ki şallaş musabaqasy ötküzemdik diýenden ki ortak bir pikir gep aýlanyp kıldy. Musabaq meýdan pulunu özümiz çykdygan bolup her bir komandadan 600 liradan Pul ýygdymyz. Pul bergendeki meýdany özümiz illet. Abubekir Hacimkan bilen birleşip meýdana berip başaryp bilakyp Hacimkanyň güç çykyşı bilen. Onundaki ahırda şu mukafat somması diye katarlık nesliga şu birinci işki men, üçüncüge 1500, üçüncüge men 300. Üçüncü işki men 1200 verdim. 1200 verdim. Sahavatçı şu baylarımızdan kelgen pul hem asasla. Şu münasebet bilen şu sahavatçı baylarımızga rahmetimni aytdim ha. Bundan keyin taxım qollap berishini umid qilman. Deginingizga egay. Amin. Endi Uyghur halkı futbolga Erismen, evet. Biz mənim özümüz top oynayan bolgan ki top kızık emas. Şoňa taxım qollap berişini, her jähetden qollap berişini bizni. Ümit qılsız. Ümit qılman. Bugünkü söhbetimiz qatnaşgan əzmətlərimizin içində Sutuq Buğraxan Sutuq olturdu yanımızda. Sizinki bu qıtımlıq musabaqada oynayan rolunuz və ya ki eski qallarınızı bilsək bulamdı. Aldı bilen sizge rahmet. Ersineydi. Sorunlu özünü çağırıp ecir kaldığınız için. Sizlerge rahmet qatış bəgəliğiniz için. Sizlerge rahmet. Ben özüm Dolan komandasındaki əzası 2017 yılı Halit Ağayla bilen biz komandasını kurban bulduk. Şu mezgillerde özüm mezun bir sebep yarlana kaldığım için musabakağa düşüş fırsatından mehrum kaldım. İyilenmişim. Ben hesapta bu komandadaki manevi əzası, gerçi özüm oynasam olmuşlar ki futkunuğa görüp, hoşup, hoş buldum. Mənevi cəhətdən qollaysızdan. Nəriniz yarlandım deyəsiz? Bəli. Hazır qandaq əhvalı? Yaxşı, mən 7 minut, 10 minut oynayalım. Onda artıq imkan. Başqındaq yürüyüş, duruş, məniş oturuşlarınız bir təsiri var mı? Uzaq oturup geçsem sen. Ağırandı. Hərdən bolsa Allah'a şükür. Ben şu Uygur'un musabakasından şunu bilip aldım ki şu köpünçe dost biradərlərimizini şu musabaka arkalı bir-birimiz bilen top oynaş arkalı tanışkan buldum. Bununki bizge faqatla tənterbiyə cəhətlim emas, belki dostluq cəhətimi, tanış cəhətimi bizge şərait yaratıb bədir oylayım. Şu komandanı qurğan yetekçi bolgan Abubekir akımız, Arat akımız ve bizge pul cəhətdən, çıxım cəhətdən bizim təminləyən akıllarımızga gerçi isimlerini hemsini bilmesem bu onlara yüreğinizden rahmet bildirsiz şunda. Onlardan Allah razı olsun. Hem onlardan Allah razı olsun. Rahmet, amin. Bir yerde bir Sutuqның gepini anlap, bunda bir mesele çıkıp kaldı. Yarlanğanın gepini kıldınız. Sizden sonra baksam Abubekir, oynaş jarayonida vallahi tabii ki yarlandı da hem de Sutuq oqraş çoğurak yarlandığanlar çıkıdı ve başka küçük yarlandığanlar çıkıdı. Bularning davolanış çıkımlarını qanday qilsizlar? Men şu Çempion qandaq tavlandı degan bir maqala yazıp şu bir tantarbiya WhatsApp topumuz var, şunu yolladım. Aşnında dep ötkünümdek bu bizninki özümüzningki işqimiz bu topqu bolgan. Bütünley hech kim bizga maaş bermasimi öz işimizden qaynab maydonga pul to'lab o'ynaymiz. Futbolni hamda istutaksiz jang, yeşil maydondagi jang deydigan sifatlar var. Ama şu meydan jang maydonida
yuqorisi o bu yerlerimiz sunup ketiştin tövenlere muşu jarohatlanıp terlerimiz soyulup degandek muşunda jarohatlanadigan ishlardan xoli bo'lanmaymiz. Ammo shundaq bo'lgan taqdirdami biz bu topni yaxshi ko'rganligimiz uchun davomlashtiramiz. Bu yaralanışlarımız hammasi o'zimiz uchun bo'ldi. Yaralanganimizning chiqimlarini o'zimiz tortamiz, dardimizni o'zimiz tortamiz. Faqat shu bir komandadagi qarindoshlarımızdan Allah shifolik versin degan duolar bilan kifoyalanamiz. Birisi masalan komandadagi a'zolarimiz yaralansa, ularningki chiqimini ko'targidek ahvolimiz yo'q hamda hammaylar o'zimizningki bu ko'ngil xo'shi ishqimiz bilan o'ynaganligimiz uchun onchalik yaralanishlarga biz rozi bo'lib ketamiz ham bu ishda. Demek şu yaralansınızdan mı, derdimizni özümüz tatip, fakat dualardan birbirimize yardımcı bulup kılımız demekçi. Onu geldim şu musabaka meydanlarını icari gelip işletem size ya ki bir meşik kıldığın meydanınızda var mı? Bu İstanbul'da oynagan toplarımızdan 90% hatta onundan yuqorrog'i maydonlarni ijaraga elish orqali bo'ldi. Maydonga borgan 14 yoki 16 kishi shu maydonning haqqini 14-16 kishiga chechish orqali hal qilib o'ynaymiz. Bu haftada ba'zilar bir qatam, haftada 2 qatam, ba'zilar 3 qatam degandek bo'ladi. Buning chiqimini butunlay o'zimiz ko'taramiz. Bu qatam musobaqaninki maydon chiqimlaridan tortib hammani mush komanda a'zolari kapitallar o'zlari chiqargan. Bu qatimqi mukofotni masaxovatchilar ta'minlagan bilan maydonning chiqimlarini asosan mush qatim musobaqa qatnashgan mayirlar o'zi ta'minlagan bu pulni, o'zimiz chiqargan. Ekran aldığındaki aziz görürmenler, yukarıda biz bu futbol mahirlerimizden birer tanışıp söhbetlerini anlap çıktık. Bu bir çolpanı yetiştiriş yakımız, məlum bir kəsibdə çolpanın yetişip çıkışı şu milletke, şu dövletke şan şərəf keltirdi. Biz belki futbolcularını misalga almasak mı, biz Uygurlarla həmsek tanış bolğan Mesut Özil'ni aytaylı. O dövlət təvəlligi boyunca Germaniya dövlətiga, millet təvəlligi boyunca Türk milletiga zor şan şərəfdən keltirdi. Bizden bu futbolcularımız içinden, yaşlarımızın içinden, yani yetilip atkan ösmürlerimiz içinden aşındaq bir dağınlıq futbolcu çıksa, belki onun keltirdiğin tesiri bir siyasetçiden, bir diplomatdan, bir prezidentten yukarı buluşu mümkün. Hazır muş ballarının ki muş ruhiden ben şunu eskip yetivatıma, bizden İstanbul'da emez, belki dünyanın hem yerde. Çünkü bizden genimizde var futbol suyuş. Başka yerde mi aşında futbolcu azmetle yetişip çıkmadı dep oylayma. Biz hem de bazı bir şaraitlerimiz çeklik bolsun ama bizdeki irade çeksiz. Bizdeki şicaat çeksiz. Biz şu neslen cari kıldıralısak, bizim ne çempiyonlar, çolballar, her kesipte yetişken adamlar yetişip çıkalaydı dep oylayma. Tamam. Aba Bekir efendim, ma o söhbetini köygenden keyin çoğum. Nurgulgan futbol suyer heveskarlar ha. Biz mi qatnaşsaq optikanda yaxşı ecep xabarsiz qapdıq degiçilen buldu. Hem futbol köygüçi tamaşabilarmı qaysı vaqtlar ötküzülgen o musabaqalarga biz berip kömepdik degiçilen buludu. Hem bular içinde aldı bilen futbol heveskarları sizlerin sepinizde qoşulmakçı bolsa qandaq alaqalışıydı? Bu vaqt men bundaq biraz kengrak so'zlayman. Mushu İstanbul'da, Türkiye'de, bulupmu İstanbul'da bizning Uyg'urlarimiz hozir nihoyat jiq. Bulupmu yosh o'smirlarimiz, mush futbolni yaxshi ko'radigan yosh o'smirlarimiz nurg'un. Biz mushu qatimliq munosabat bilan jami mush Uyg'urlar orasida cho'nglarning, kichiklarning bo'lib, bu qatimqi musobaqa 5-navbatlik musobaqa bo'ldi. Bunun aldidagi 2018-yili o'smirlarning bir, cho'nglarning birini qildik. O'tgan yili 16 yaş, 12 yaş arasidagi o'smirlarniki bir musobaqa, 16 yoshdan cho'nglarning arasidagi bir musobaqa dedik. Bu yil bu virus sababidan bolalarning o'qishi taqishib qoldi. Ham virus sababidan makunda bir qatam musobaqa uyushtirishga aran muvaffaq bo'ldik hamda. Mushu musobaqalarni uyushtirish, mayli bulturqi, mayli bu yilqi musobaqalarni uyushtirish jarayonida bizningki futbolni yaxshi ko'radigan talanti va o'smirlarimizning, yoshlarimizninki oz emasligini his qildik. Bu yoshlarimizda nurg'un umid borligini bildik. Bularningki ba'zilari
Yaş biraz çoğun gidip fırsatlar ketken bolsa ama yaşları muşu kesipte utuq qazındığına nait mas kelgen bir türküm ösmürlerimiz var ekan. Bularning bir türkümleri muşu Türkiye'ninki futbolchilik kenişkilerini algan asasda Türkiye'deki yerlik komandalarga, klublarga kirip top oynayotgan top oynaganda mı hali aşlarning ichida ko'zga ko'ringan topchi maylarimizda nechisi bor. Bularning ichida bularniki tarbiyalash, qo'llash sharoitlari yor bersa, kelgusida Ronaldo, Messi demasakmi, shu sharaf sahnalariga chiqa oladigan bir turkum Uyg'urlarningki, Uyg'ur farzandlarining borlig'ini biz ko'rdik, his qildik, tunib yetdik. Ashlarga biroz qo'llash, mayli har qaysi jihatdan bu qo'llash cho'qim nuqul oldi iqtisodlam emas, uningdan boshqa har xil ro'yatga bo'lsin, shu qo'llashlar orqali shu bir turkum o'smirlarimizningki şu xalqarалық sahnalarda chaqnay oladiganimizga ko'zimiz yetdi. Men o'zim shaxsan Uyg'ur futbol klubi degan bir klubni qurdim. Buningda 50 60 yaqin 5 yoshlik bolalardan tortib, yuqorisi 20 yoshlik bolalargacha shularni tarbiyalaydigan bir klubni qurib ishni boshlab 2 oy bo'lgan vaqtda bu virus sababidan to'xtab ketdi. Mushu bolalarni biz endi o'zining milliy va diniy kimligini to'nigan asosda bir turkum yaramliq cho'lponlardan qilib chiqishni iroda qildik. Endi biz unga yetkazolmadik, uni uqmayman, lekin shu yosh o'smirlarimiz uchun biz bir palampay bo'lib, bizning mo'rimizga dastlab yuqori o'rilish uchun bir sharoit hozirlaylik deb niyat qilib shu yo'lda ketib boramiz. Kelgusida shu sharaf sahnalarga chiqqan vaqtida o'zininki Uyg'ur ekanligini jakolay bir turkum Uyg'urlarning chiqadiganiga nihoyat ishonch bilan qarab o'tiribdimiz endi. Bizningki bu chet eldagi qiyinchiliklarimiz bir necha qiyinchiliklar bor. Bu qiyinchiliklarning ichida bizga shu yosh o'smirlarimizga yoki shu yoshlarga top o'ynaydigan futbol xumar yoshlarga kamchil bo'layotgan qo'llash masalasi. Muşu bizningki top oynaydigan bolalarning ba'zilari to'van maoshli ishchi, ba'zilari o'quvchi, ba'zilari yosh bolalar. Bularningki top o'ynashiga pul ketadi, qatnashishiga pul ketadi, og'rib yorilinib qolsa ularning davolanishiga pul ketadi. Mushunda qiyinchiliklarga bosh egmay o'zining yaxshi ko'rgan mush topini davomlashtirib kelyotdi bular. Bizga endi mushu sahnani hozirlab bizning ovozimizni bizning yurtjonlarga, saxovatchi baylarimizga yetkazib bergan sizga avval rahmatimni bildiraman. Ekran oldidagi shu programmani uyushtirgan qolgan qarindoshlarga rahmat. Bo'lsa shu ovozlarimiz ash qarindoshlarimiz yetsa, bizningki shu ishdan sirt, mesela o'zimizningki amal ibodatlarimizni bekor olgan vaqtimizda shug'ullanadigan shu to'plarimizga, o'ynaydigan to'plarimiz to'plam emas. Bundan boshqa chiniqadigan har qandaq mayli mushlash olsun, mayli chambarchilik olsun, tantarbiya turlarining hammasiga sharoit yaratib beradigan bir turkum saxovatchi, ma'rifatparvar saxovatchi baylarimizningki chiqishini bak umid qilamiz endi. Chunki bizningki bu o'yinimiz nuqul bir haftada bir qatim, 2 qatim o'ynab qo'yish bilan bo'lmaydi endi. Bo'lsa biz yilda 2 qatim, uzluksiz ham mashq qilish kerak, egizol ketadi. Mushtaq yuqori saviyada musobaqalarni o'tkazishimizga muhtoj. Har haftada 2 qatim, 3 qatim chiniqib to'plan tashlamay, shunda chiniqib turishimizga muhtoj. Bu birinchidan bizning o'zimizning salomatlik uchun deymiz. Uningdan muhim bo'lgan bir g'oya nishonimiz o'zimizniki vatan xalqqa bir yaramliq adam bo'lishni ko'nglimizga tutgan yoshlar bu yerdagilarimiz. Shuning uchun o'ziniki sog'lom tanda sab aql degan gaplarga asosan endi o'zini chiniqtirib, o'zini tavlab turayotgan bu yoshlarga bir maydon hozirlanishini bak cho'ng umid qilaman endi. Shu munosabat bilan bizning shu boshdan oxir qo'llab kelayotgan bir turkum qarindoshlarimiz bor. Har vaqt ichidan vaqt chiqarib shu ishlar uchun o'ziniki turmushidan, vaqtlardan vaqt chiqarib bizlarga hamdamda bo'lib kelayotgan yosh inlarimiz va bularga yana bir qatim rahmatimni bildiraman. Hozirgi shu yosh o'smirlarimizning ichida kelgusida xalqaro sahnalarda chaqnagan vaqtida o'zining milliy va diniy kimligini unutmagan, men Uyg'ur deb maydasiga urib chiqa oladigan bir turkum yoshlarimizning, o'smirlarimizning, farzandlarimizning chiqishini hammalar umid qilamiz bu ishda. Rahmat. Allah yetkizsin. Güzel dileklerle Allah yetkizsin.
Bugün biz futbolcu əzmətlərimizdən şunda yaxşı muңdaşdıq, paranlaşdıq, tunuşduk. Yəni futbol sahasidək bir dünyayımızı, yəni bir Uyğur dünyasını tunup yetdik. Gəpnin xulasısı bizdə tırıssaq yetkil bolmaydigan, qığıl bolmaydigan iş yox. Faqat özümüz bolğan işençla bizni nəticəyə erişdirdi. Şunda qılıb bugünkü söhbətimiz müşədə ayaqlaşdı. Kelər qıtımlıq söhbətimizi görüşəyli. Xeyri xoş, Allah amanət.